Nimcha asalsiz o'g'lim. Qalbi kemtik bo'ladi ham deyishmaydi. O'g'lim, ukasi pampersni olib keling, to'lib pop chekili. O'zingiz oling, meni vaqtim yo'q. Kim bo'lsa menga ish bera oladi. Asal o'g'lim, kirlarni ham yuvamiz hozir mana. Lekin ham yuboring dada, haqqingiz o'tib ketmaydi. Qani meni o'g'lim. Menga olib kelinglar. Yo'q, ukasiga oldim. Hamma narsam kamgami, men ko'chadan topmaganmisizlar? O'g'lim, yelkam olib ketdi tushing pastga. Ha, yelkamda ukib qoldimmi? Ketaman Amerikaga. Amerika sizni katta xolangizni uyimi? Listen, I have no problems. I mastered a foreign language perfectly. Qayerdan o'rganib oldingiz ingliz tilini? Bog'chamdan o'rganyapman bevafo dada. Andijon shahar ishonch savdo markazi 2-qavatidagi Kiddom chet tillar bog'chasi aytyapsizmi? Ha dada, bizni bog'chamizda faqat ingliz tilini gaplashamiz. Yana-chi, men tan arifmetika, gimnastika, karate bilan ham shug'ullanamiz. 3-qavatida oyoqda maza qilib o'ynayman. Ukangiz ham sizni bog'changizga beramiz, ha? Yana boshladingizmi dada? Ketdimmi Amerikaga?